Ömer Muhtar ve biz. Abduri Abdülhakim Aydın Uygur. Zulüm kıyamet günüdür zulmettir. Hadis-i şeriftir. Mağrur yaşa, hergiz baş egme. Çünkü yana bir kıtım bişini kötürüş fırsatı kelmesliki mümkün. Ömer Muhtar. İnsaniyet tarixini aqtırıp bakıdığan bolsak, haksızlık ve zulümnin xilma-xil ifadelerini köreleymiz. Tunca insan yaratılıp, oğullar arasında zulümnin tunca qini tökülgenden buyan, yer şarının insan yaşayan her bir rayonunda zulüm qini körmegen tuprak kalmagan boluşu mümkün. Hatta Allah Taala bütün zulüm kılgan insanlarını zimin yüzüdün yokutup tazlagan bolsumu, uzak kalmay yana ularının evlatlarıdan peyda bulgan zulüm uçkulları dünyanı kaplaşqa başladı. İnsanlarning ibtidai devirden izzat, hürmet bilen bir-biriga hamdamdi bulup yaşaydigan medeni devirge taraqqiy qilishi bilan tangla zulümning türleri ve vasıtalarımı taraqqiy qildi. İlgirkiler anglap bakmagan, hatta tasavvur qilibmi bakmagan zulüm türlerini keyinkilerning tartıvatqani bunun tipik misalıdır. Tarix kitapları zulümning har xil kartinelerini bayan qilish bilan oqurmanlarni ba'zida hasrat cho'llariga javobsiz savollar bilan tashlagan bo'lsa, ba'zi vaqtda azob, uqubat va pushaymon dengiziga kiyimsiz tashlab qo'ydi. Tarixdan javob tepish uchun nurg'un kitoblar yozilgan, o'qilgan va tegishli ibratlar e'longan bo'lsa-mu, yuz bergan u zulm yanada avlodma-avlod yodlanib turadigan, o'zgartkili yoki almashtirg'ili bo'lmaydigan amaliy reallik insonlarning yuzidagi bir qora dog' sifatida dunyo tarixiga putilib ketdi. Gerçi insaniyet tarixida adaletga meşal bo'ladigan nurg'un voqealar yuz bergan bo'lsa-mu, zulmning mashhur bo'lib ketish sababidan hodisa yoki voqea so'zi tilga ilinganda oldi bilan yaxshilik, adolat va haqiqat emas, yomonlik, zulm va xiyonatga boshlaydigan, kishilarga qo'rqinch va andishining signalini beradigan so'zlik bo'lib qoldi. İnsanlarning diqqati ko'pincha vaqtlarda haqqoniyat va adolat janglarida emas, yanada zulm aks ettirilgan film va hodisalarda. Hollywoodning oxirgi 10 yilda ishlagan filmlarining ko'p nisbatda zo'ravonlik, qotillik, bulangchilik va xilma-xil suiqasd haqida bo'lganligi bizni cho'nqur o'yga soladi. Undaqda buning sababi zodi nima? Acaba insanlar zulümni haqiqatan yaxshi ko'ramdi yoki inson yaratılışida zulümni yaxshi ko'radigan, qo'llaydigan qilib yaratilganmi? Falsafa kitoblarida mundaq qiziqarli bir savol mavjud. Bu savol nurg'un faylasuflarning qadimdan buyon talash tartish qilishiga sababchi bo'lgan bo'lsa-mu, hozirgacha xilma-xil iqim kishilari tarafidan o'xshamagan javob berilib kelmoqda. Bu savol bo'lsa, dunyoda yaxshilik baldur yaratilganmi yoki yomonlikmi? Başqacha qilib aytganda, zulm baldur paydo bo'lganmi yoki adolatmi? Gerek faylasuflardan yomonlik va zulm burun yaratilgan bo'lib, insonning yaratilishidagi bu yomon tabiatini kontrol qilish uchun yaxshilik yaratilgan. Shu sabab yomonlik va yaxshilik ilohiy dunyoda bir-biriga qarshi kurash qiladi deb javob berganlar bor. Ammo islom faylasuflari bo'lsa, inson yaxshilik ustiga yaratilgan. Yaxshilik adolatni taqozo qiladi. Adam evlatlarının yaxshilik, iman üstüge yaratilib, yomonlik va kufrning keyin paydo bo'lganligiga Adam alayhissalomning jannatda yaratilib, shaytonning ozdirishi bilan jannatdan zaminga tushirilganligi dalil bo'la oladi deb qaraydi. Haqiqatanmi inson avlodi poklik, samimiyat, sevgi, muhabbat, unsu ulfat, do'stlik, sadoqat ustiga yaratilgan. Pak bir tabiat ustiga yaratilgandan keyin nafsi, shayton, ta'lim, tarbiya va sirtqi muhitning ta'sirida bara-bara yomonlikqa moyil bo'ladigan va qo'llaydigan holat shakllanib qolgan. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, zamonimizdek hamma yer yomonlik, zulm bilan to'lgan davrda yaxshilik va yaxshilar butunlay yo'qotilgan, yomonlikning istiqlari allaqachon dunyoni vayron qilgan bo'ladi. İnsanın yaratılışındaki bu adalet karakteri hatta dinsizlardımı bazı vakitte insanlık için sözleydiğen, adaletini berpa qilishga kuchaydigan bir kuchni paydo qilgan. Ular qilgan yaxshilikning ajrini bu dunyoda shon sharaf, yaxshi nom qozonish, keyingi avlodlarning yaxshilik bilan yod etish qatorliq shakllarda oladi. Demek, adalet meselesi bütün insanlar ortak qabul qiladigan, ortak himoya qiladigan mesele bo'lib, millat, irq, din farqi bo'lmaydi.
Adolat kimda bo'lishidan qat'iy nazar ergishish kerak bo'lgan insonlik majburiyati hisoblanadi. Zulm islomiy ko'z qarashda dunyoning vayron bo'lishi va tabiiy ofatlarning ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Allah shirkdan boshqa har qanday gunohni kechiradi, faqat zulmni kechirmaydi. Zalim mazlum afu qilmoqcha jazoga tortiladi. Mazlum bilan Allohning o'ttirisida farq qolmaydi. Ya'ni mazlumning tiliki oson ijobat bo'ladi. Ammo insonlar zulmdan voz kechmadi. Zulmni yo'qotish uchun nurg'un qonunlar chiqarilgan, qonlar to'kilgan bo'lsa-mu, yana dunyo zulmdan shikoyat qilib keldi ham qilyotadi. Temamizga kelsak, Ömer Muxtar Liviyaning mustaqilligi va Italiya tajovuzchilariga qarshi kurashida 22 yil jang qilgan bir qahramon bo'lib, uning ish izlari va kurashlari butun dunyodagi tajovuzchilikka uchragan millat va xalqlarning o'rganishiga arziydi. Uning jihad maydonidagi boturligi, donoligi va cho'ng generallarni hayron qoldirgan zirakligi kishining diqqatini tortsa, siyosat maydonidagi tiz bukmas irodasi va qobiliyati harbiy maktabda ta'lim olmagan, siyosat sahnasi ko'rmagan, taraqqiy qilmagan bir qumliqda yashab o'tgan, yoshi 60 dan oshgan kishiga nisbatan texmi inchga tadqiqot temasi bo'la oladi deb qarayman. Acaba bu kishiga bu ideya va fikr qayerdan keldi? Qandaqlarcha bir sahroliq bovoyga qarshi bir davlat armiyasi atlanadi va mag'lub bo'ladi. Har qandaq bir millatning kurash tarixida bundaq qahramonlarni uchratish mumkin. Bu balkim shu millatdagi eng kuchli energiya nuqtasi bo'lishi kerak. Hamda Uyg'ur yaqinqi zamon tarixi bilan Liviyaning qisqacha ahvolini silishtirib boqaylik. Birinchi, ikkala davlat tajovuzchilikka uchragan. Ikkinchi, ikkala davlat xalqi musulmon islom diniga e'tiqod qiladi. Uchinchi, ikkala tajovuzchi boshqalarning davlatiga bostirib kirgan. To'rtinchi, ikkala tajovuzchi rahimsiz va dinga hurmat qilmaydi. Beshinchi, ikkala davlatda qarshilik harakatlari ilib borilgan. Oltinchi, ikkala davlatda siyosiy uchrashishlar bo'lgan. Yettinchi, ikkala davlatning qahramonlari shahid qilingan. Ammo biz bugun mahkum Liviya mustaqil. Nima degan o'xshagan ha? O'xshamagan tilda so'zlaydigan, o'xshamaydigan rayonda, o'xshamagan etnik guruhga tava ikki xalq faqat va faqat o'xshash dinga e'tiqod qilganligi sababli o'xshash qahramonlarni maydonga chiqargan. Dinning birlik keltirish kuchi nima degan zo'r. Ammo natija e'tibori bilan biz yana zulm ostida, ular erkin mustaqil davlatda yashamoqda. Ularning g'alaba qilish sabablarini tövəndəki nuqtalarga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi, Liviya xalqi jihad ibadatiga atlangandan keyin qo'mondan sarkilarini jini va milli bedeliga qo'ygan. O'zining jonlaridan qo'mondan mujohidlarning jinini aziz bilgan. Shu sabab Ömer Muxtardek bir kishi 22 yil partizanlik jang qilish fursatiga erishgan. Agar shundaq fursatlarda bizmi qo'g'dash va qo'llashga erishadigan bo'lsak, Tömür Xalifa, Xo'janiyaz Hojim, Sabit Tamollam, G'ini Batur, Osman Batur qatorliq shaxslar dushmanning qo'lida shahid qilinmagan Muhammad Amin Bug'rodek vatanparvar mujohidlar sirtqa ketishga majbur bo'lib qolmagan bo'ladi. Ikkinchi, siyosiy saviyasi yuqori. Bu jihatda ustun iqtidorga ega bo'lib, siyosiy maydonda g'alaba qila olgan, jang maydonida mujohid bo'lgan qo'mondonlar siyosat maydonida usta siyosonlarga aylangan. Moddiy kurashda g'alaba qila olmasa-mu, siyosiy kurashda putirab tura olgan. Ammo bizning tariximizda qattiq kurashlarda jinini pido qila oladigan shaxslar Xitoydek heligan dushmanning siyosiy qiltiqiga tushib qolgan. Uchinchi, tajovuzchilar bilan boshdan oxir safni ayirgan va ularga qarshi turishni diniy burch deb bilgan. Ularni har qanday sharoitda dushman deb bilgan. Ularning hiyla nayranglarini bichit qilgan, ularning urf odati va yashash shaklini asla qabul qilmagan. To'rtinchi, rayonning siyosiy vaziyatining o'zgarishi. Italiyaning orqama-orqa mag'lub bo'lib chekinishi Liviya xalqiga bir oltin fursat yaratib bergan. 1911-yili boshlangan tajovuzchilik harakati 1949-yili Germaniya faşistlarining mag'lub bo'lishi bilan tang oxirlashgandan keyin podshohlik tuzilmasi 1969-yili Kazafining harbiy o'zgarish qilishi bilan Cumhuriyet tuzilmasiga ega davlat bo'lib qurilgan. Shuni chunqur his qildimki,
Bir mustaqil davlat hargizmi quruq shuar, ilmiy tadqiqot, muhokama yig'inlari va xalqaroning bisimiga tayinib qurilmaydi. Gerçi yuqorqi ishlar davlat qurish uchun ilish muhim bo'lgan qadamlar bo'lsa-mu, ishning asosida jini va milini vatanga fido qilgan, butun vujudini vatan millat sevgisi qoplagan, har bir nafsida samimiyat va sadoqat bilan vatanim, millatim, dinim deb yashaydigan, har qanday sharoitda vatanning oliy manfaatini ustun o'ringa qo'ya oladigan, har jihatdan vatanning kelgusi mustaqilligi va gullab yashnashi uchun tayyorlik qilgan, vatan uchun chilingan bir signalga labbay deb ko'krak kirib chiqa oladigan qo'rqmas jasur fidokorlar bo'ladi. Biz shundoq fidokorlarga muhtoj. Mushundaq bir nesil yetishtirib chiqalmagan bo'lsak, vatan mustaqilligi faqatla ig'izimizdagi shuar, ko'nglimizni rohatlantiradigan shikar yalatilgan zahardan iborat bo'lib qoladi. Qani o'zimizni so'rab baqayli. Birinchi, mustaqil davlat qurish uchun qanchalik vaqtimizni sarf qildik? Ikkinchi, tayyorligimiz bizni mustaqillikka yetkiza olamdi? Uchinchi, bizda yana qaysi jihatda kamchiliklar bor? To'rtinchi, tuyuqsiz vatan mustaqillik urushiga chaqirib qilinsa, qanday inkosda bo'lishimiz mumkin? Bu savollarning javobi har qaysimizning vijdoniga omonat. Jondan kechmaguncha jononga yetkili bo'lmas.